Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çekiliş Şirketi televiziya ilani, televiziya programmasi, televiziya teatri, mikrofilmlarni ishlash, shundaqla cho'ng kichik murosimlarni planlash va o'tkazish. Şirketlerin təşviqat planını tüzüş ve LED ekranını icara veriş qatarlıq türlər bilan şoğullanadi. Agar yuqorqi turlarga ehtiyojingiz bo'lsa, Kamera Madaniyat Tarqitish Çekilish Şirketi sizning eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Şinjan Kamera Madaniyat Tarqitish Çekilish Şirketi. Yaxshimi? Voy! Appaqarda o't qaşdek bo'lib, oyda bir kelgansiz siz. Voy! Alamsız, anlamsız. Voy, sizlarmi kimni olaman? Bulana tez. Voy! Pulni tez. Estağfurullah ben şu. Maqula. Oyda bir ko'rishamiz. Voy! Gülginaz tabiiy sappaxtiliq pasliq qog'ozi. Fuka, O, muş çaşını asıraydıgan, başlık kipekini yoqtırgan, başının terisini asıraydıgan yaxşırak mahsulatınız birini tavsiye qılmamsa. muş sizga o'xshash chashning dardini tortayotganlarning hammasi muş estrinili tavsiya qilyapman hozir. Nima dacha, Fukma? Muş papa issiqda chapanni astirini beshinga o'rab ya demakchimisa? Yo'q. Demakchi uni meliq chashqa foydali tarkiblar qo'shilgan estir chash suyi suyuqligi deyman. Estir chash suyi suyuqligi kipakni yo'qitib, chash tushishining oldini oladi. Chashni jonlantirdi. İşletkendikin ünümü hakikaten kaltısken deysiz. Çeçinizden ensirşinizning hech qanday hojati yo'q. Estirni esingiz için saklang. Voy, nim bo'ldi ya? Voycan, qachon o'qitlaman shu mashqa o'tqalashdin. Hey, oldin qitim bizning qo'shnilar ko'mir qalab isab qo'yg'il tasliq qaptga. Shuningni beri ansirab yuratam. Men sho'xlarning sanshi markalik asmashlar chiqibga, ham muhit qo'g'daydiga, ham aptga, ham shunda issiq turtga. Shu birini aptga keldim sen japa tatib ketdi deb. Uning ustiga voy, ey chiranglar nima ketsalar. Chiranglar meni esitaylar. Salam qadrli ko'rman do'stlar. Salam mening hurmatli ishga hadilarim. Salam qizlar. Bugungi elchi programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mana yangi soni elchi qo'yilgandan boshlab izchil inkaslarning yaxshiligidan biz texmo tirishib ko'pchilik yaxshi ishlarni qilib bersak arziydiganligini his qilyapmiz. Chunki programmamiz yo'l qo'yilib mana hozirgacha kelgan bo'libmi cho'nglarning fikr takliflarida bak yaxshi qilyapsizlar. Texim yaxshi qilsanglar bo'ladi. Elchi uzilib qolmasin. Elchi orqali bizning bolalarimiz o'ziga loyiq nomzodlarni topa oladi emasmi deb mana shunday rag'batlar bilan oldimiz qarab ketayotgan karvonlar biz. Mana men qaraydigan bo'lsam, bugungi programmamizda yangi bir mehmon kelibdi. Singlim o'zingizni tanishtirib o'tamsiz? İsmim Minaver, özüm Koruldun. 23 yaş, kasbim aktyorlikim ve mail qilma. Undaq bo'lsa siz bilan cho'nqurlab tushunish uchun bugun ko'p fursat yarataylik, ya? Buldum. Xo'sh, chiroyli qizlar, endi sizlarga madad beradigan, ilhom beradigan eng muhimi sizlar taraf turibmi so'zlaydigan ham sahnaga chiqqan yigitlarning huquq manfaatini qo'g'daydigan, ularga yordam beradigan sevimli ishkadimiz bilan tanishib o'taylik. Şinjan Advokatlar Cemiyeti'nin əzası, Şinjan Cəsur Advokatlıq Ordu'nun advokatı, Şinjan Ayallar Birləşməsinin təkliflik lektori Məryəmgül Əhməd Advokat. Məryəmgül'e de qarşılayınız.
Davlatlik 2 darajalik psixika maslahatchisi. Ürümçi Dil Yaşma Psixika Mülazimat Merkezi'nin qurg'uvchisi Mahfuza Abbos. Qarşılaymiz Mahfuzada. Nayt burun zamanda bir yigit bir keçisi tush ko'ribdi. Tushida ajoyib go'zal, aydisi eg'izi bor, kunduz ko'zi bor bir soyib jamolni ko'rib, oshiqi beqaror bo'lib, yuragini muzga chaplab yetibdi. Shuningdan e'tiboran dashti bayovalarni chekib, bu go'zal qizning visoliga yetish uchun nurg'un musobalarni besibdi. Ballig'imizdagi cho'chaklar mushundaq boshlanadi. Lekin biz hozir yep-yangi davrda yashayapmiz. Hozir do'yinlarda bo'lsin, televizorlarda bo'lsin va yoki yo'llarda bo'lsin, yigitlar to'xtamay chiroyli qizlarni ko'p ko'radi. Albatta, qizlarmi bir-biridan kelishgan yigitlarni har xil taratqulardan uchrashtirib turadi. Demak, musoba uzun emas. Qarsa yenidil nurg'un yigit, qarsa yenidillar nurg'un go'zal qizlar. Lekin namzat izlaydigan vaqtda atrofida hech kishi yo'qdek his qiladigan zamonda yashayapmiz. Shu sababdan bizning sahnamiz barpo bo'lgan. Jiroq ko'ngillarni yaqin qilish uchun, tunishmaydiganlarni tunishtirish uchun sizga loyiq yigitni, sizga loyiq qizni sahnamizda siz bilan uchrashtirish uchun elchi ro'yobga chiqqan. Undaqda qizlar, hozir chiqmoqchi bo'lgan yigit sizlarning talabinglarga uyg'unmi yoki bo'lmasa sizlarning aranglardan biraylan u yigitning ko'ngildagi nomzodmi? Biz bilib boqaylik. Qani, marhamat. Yaxshimisiz? Mush vaqtingiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Mush tapningizda elchi programmasiga qatnashib, siz bilan didorlashishimga shunda dilim so'yinayotdi. Biz ham shunda xush bo'ldim. Rahmat. Mush fursatda mush elchisi chiqqan barliq qizlarga, ham ustozlarga cho'nqur salom yo'llayman. Ham ishlariningki putuqliq, xizmatining natijalik, oilasining baxtli bo'lishini umid qilaman. Ko'pchilik rahmat. Rahmat. Nima degan to'liq hammamizning ko'nglini ayab bergan salom bu, ha? Qani. O'zingizni bir tanishtirib o'tasiz? Men Qashqardan kelgan Eminja Azat bo'lman. Elchi programmasida o'zimni bir sinab, bundan keyingi turmushimni qaytadan boshlashni o'ylashni asosida elchi programmasida qatnashdim. Qaytadan boshlash degan bir so'z diqqatimni ozroq tortib qoldi. To'g'ri maylada. Men ikkinchi turmushimni boshlamoqchi. Siz mana ikkinchi turmushingizni boshlamoqchi ekansiz-ku. Birinchisi. To'g'ri. Endi mening so'ramoqchi bo'lgan savolim, masalan, biz hozirgacha hech qaysimiz ham to'y qilib baxmadik. Bu to'y qilish maqsadida chiqdik-ku. Mening bir bilib baqqim kelgani shu to'y qilib ajrashgan bolalar bo'lsa-mi bo'ladi deb o'ylayman-chi endi. Faqat endi bir yer kelalisak bu turmush cho'qim, men to'y qilmagan bilan to'y qilman deydigan gap yo'q endi. Qanday o'rinlashtirsa shunday bo'ladigan gapda. Endi shuningdan endi siz qayta bir to'y boshlamoqchi bo'lganda, qayta bir yangi turmush hayotingizni boshlamoqchi bo'lganda, sizce biz qizlar shu yangi turmushimizni ikkinchi turmushini boshlaydigan bolalar bilan boshlashdan burun qaysi taraflarga diqqat qilgan bo'lsak yoki qaysi taraflarga biz ahamiyat bergan bo'lsak, mush turmushimizni ko'ngillik olib keta oladiganmiz. Mush taraf o'zingizni biz shu qizlar mush taraflar diqqat qilsa bo'ladi-ki, asli deydigan shu burungi turmushingizdan kelgan tajribalar bo'lsa, biz qizlar ozroq deb bergan bo'lsangiz, men ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Biz birinchi turmushingizdagi ko'ngilsizlikdan faqat eslatgimiz yo'q. Chunki ajrashishning o'zi ko'ngilsizlik deb aytmasaqmi, shu qilpa xushallanarli ish emas. Har ikki taraf ozroq zidi bilan bir-biridan ayrilib qoladi-ku. Nadiyaning aytayotgani, ikkinchi turmushga yuzlangan vaqtingizda qarshi taraf qizlarni qandaqroq bo'lsa degan o'lchamni bekitdingiz deyotdi. O'zingizning hayotida boshqa o'g'illarningki yaxshi ko'rishi, butun o'g'illarning yaxshi ko'rishi bo'yicha emas, o'zingizning nuqtai nazar bo'yicha desangiz, ko'ngil xohishingiz bo'yicha desangiz, sizning o'lchamingiz hozir qandaq? Meniki o'zimning o'lchimi bo'lsa, ayrada men bilan birlikda cho'qim menga yar yo'lak bo'lib kelgusini yarata oladigan, mayli ham 4-5 yildanki yomg'iri, bo'rni, qishi bo'ldi-ku, ayrada har xil turmushningki qo'shqiga, xafaligiga men bilan teng yar yo'lak bo'la olsa degan shu talabim bor. Masalan, siz turmushning bo'ron chapqinni qaysi tarafda kuchlik deb qaraysiz? Siz uchun masalan bo'ron chapqin deyilsa, nima u? Qiyinchilik kelgan vaqtda, qiyinchilikning ustiga qiyinchilik kelib qolgan vaqtlar bo'lib qoldi. Masalan,
Oğunsuzluqning ustiga oğunsuzluq kelgandek bir ishlar bo'lib qoldi-ku. Mayrada shuning o'xshash, ham turmushda biz ikkimiz bir turmush qurgandikka yoki qarshi tarafning oilasida yo mening oilamda yoki o'zimiz qurayotgan shu oilada bo'lib qolishi mumkin. Shu vaqtda tafsili astoydil haqiqatan mana tushunish hosil qilib, cho'qim yariylik bo'lib, kelgusi turmushimizni cho'qim yaxshi boshlashni umid qiladigan qizlar bo'lsa, deb orzuyim bilan. Siz oilada necha bola? 4 bola. Ayrada. Nechinchisi siz? Men bolaning 3-chisi. 3-chisimi? Cho'nglarchu sizga o'xshash o'ylamdi yoki cho'nglarning hamda siz bilmay qolgan yoki bo'lmasa azroq qo'lingizga kirib qolgan bir orzulari bormi? Kelinimiz mundaqroq bo'lsa bo'ladi deb qo'lingizga qo'ygan yoki bo'lmasa naq yondan anglatgan. Meningki opamning orzusi cho'qim menga hamda bir umrlik bo'ldigan. Haqiqatan menga ishindigan, haqiqatan meni tushunib, mayli yaxshi turmush qurayli, mayli hamda shunmush turmushim bilan asosan bir opamning orzusimi, mening o'zimning orzusimi bir gullanib ketish orzuyim bor. Tushundik. Demak, adimiz birinchi turmushida o'g'lim xo'shlashib qoldi. Ikkinchi turmush xo'shlashish emas, boshlanish ham oxirigacha davomlashtirish bo'lsa deb arzu qildik. Sizning arzuyingiz shuga. To'g'ri mayli. Biz sizga baxt tilaymiz edim. Undaq bo'lsa qizlar. Mayra, men bir savol so'raymi Eminjondan? Eminjon, siz birinchi turmushingizda balliq bo'lganmi? Farzandingiz bormi? Balliq bo'lgan. O ballingiz yeningizdami yo ayolingiz tarafdami? Burun ayolim tarafda. Mushu bugun elchiga o'zingiz jo'ri tepish uchun kelibsiz. Mush qizlarga balingizga nisbatan qanday muomalada bo'lishni, balingizga nisbatan qanday bir ayolning bo'lishini umid qilasiz? Meniki u taraflardan bunda ular qo'yilgan telpim yo'q, Maryam Gulada. Nima uchun desangiz, men o'z farzandimni faqat ixtisos jihatdan yo'lsam bo'ldi. Hozirgi o'zimning keyingi qurgan turmushimga mening farzandimning ishi taqashmaydi. Shuning uchun keyingi turmush qurgan jo'rang nisbatan farzandimga bo'lgan muomala yoki ortiqcha men talablarim yo'q. Degininiz to'g'ri, farzandingiz bo'lgandan keyin ayol taraf turib o'tibdi, iqtisodiyatdan kafolatlantirsangiz bo'ldi, lekin u qandaylik munosabatini o'zgartirmaysiz. Ma ayolingiz bo'lgan odam sizning bolangiz bog'liqdek o'sha reallikni qabul qila olamdi. Qabul qilgandan keyin siz o'sha bolaning hozir kichik vaqtida iqtisodiy chiqimlari ozroq bo'lgan bilan cho'nglagancha oliy maktabda o'qitamiz. Keyin uylik o'choq qildigan gap, mo'shu jihatlardimi, mo'shu ayolingiz bilan birlikka kelalaydigan ayolingizning fikrini olsangiz, meningcha aqlanliq bo'lam deyman. Bu o'zimning shaxsiy fikri. Hamda bu qizlarga meni xo'p qolsam, hech qaysi qiz bu savolni so'ramag'achqa aniqroq qo'yib kelsin deb qoldim-ku. Rahmat. Siz degandek bolaninki o'qish o ishlar hamda kelgusi bo'lgan ishlar va men turmush qurib bo'lgan yo'q-andan u to'liqsiz chiqib boshlang'ich chiqib, o'tir maktablarni bitirib tashiga bordi. Ham shu oraliqda biz elchi chiqdim, tanishdim. Mush fursatdimi elchida hozir naq maydon deyilyotdi. Bundan keyin endi meni tanlab jo'ri qilib o'ziga tanlagan qiz bolaga nisbatan yanlam shu deydiganim Remgulada jo'ri bo'lmoqchi bo'lgan jo'ramga nisbatan ama to'g'ri tushuncha ideyasidan o'tadigan gaplarni qilib to'liq qoyil qilgan asosda endi turmush qursam degan umidimda. Maryam Guladamning deganimi qizlar nuqtasida turib, qizlarning huquq manfaatini qo'g'digan asosda deyildi. Yana bir tarafdan sizning farzandingizning huquq manfaatini qo'g'digan asosda, yana bir tarafdan siznimi qo'g'digan, sizning manfaatingizni ko'z tutgan asosda mush savolni so'rdi deb o'yladim. Bu nayt yaxshi savol bo'ldi. Mundaq Eminjon. Ba'zi narsani iqtisod hal qila olgan bilan yana nurg'un narsalarni iqtisod hal qila olmaydi. Endi ajrashib ketgan oilalardagi farzandlarning ota mehridan, ona mehridan o'xshashli bahramand bo'lish huquqi bo'ladi. Bu nuqtada oxirgi javobingiz nayt yaxshi bo'ldi. Men qarshi tarafni qoyil qilib, qarshi tarafga ham oila sharoitimni to'liq aytgan asosda qarshi tarafning hissiyoti to'g'ri kelganida jo'r qilib tanlasam bo'ldi, menim tanlasa bo'ldi dedingiz. Mushu mas'uliyatchanlik tuyg'ungizni davomlashtirishingizni umid qilamiz. Xo'sh, qizlar, endi Eminjonning balasi borlig'imi ko'nglingizga ayon bo'ldi. Nayt samimiylik bilan faqat paketni yoshirmasdan,
o'zining turmushi haqida dadillik bilan to'xtalyotdi. Balasi bor, o'g'illarning o'ylashib baqqanmitinglar. Qabul qilolmayman. Mening qarashim aniq. Boshqalarning bolasini hamda qancha yaxshi baxtim degan taqdirdimi? Boshqalarning bolasini o'zimiznikida qilib keta olishimiz notayin. Ya bo'lmasa bola uygalaydigan mana ishlarni kelib chiqadi-ku, shuninga men boshqalarning bolasini beqib ketamayman. Man masalan u bal bo'lib qolsa, o'zida emas, ikkinchi bir tarafda bo'ldi ekan emasmi? Anaqa ahvol ostida bo'ladi deb qarayman. Nimishga deganda ham boladimi gunoh yo'q. Hamda biz masalan hozir men Almira degandek biz o'gayilmagan bilan bola o'gaylaydigan ishlar bo'ldi. Biz dehqonda turmushlar ko'rib baxmindikda, mo'yimiz shu. Hamda buning hammasi nima degan odam nima ko'nmaydi deydigan gap bor. Vaqt soati to'shib, agar shunday bir ishlar bo'lib qolsa, balkim shuningga ko'nib qolishimiz mumkin. Rahmat. Almira dadillik bilan o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'ydi. Biz Almiraning fikrini yoqlaymiz yoki qarshi turamiz emas. Almira o'zining maydonini ifodaladi. Bu nuqtada balkim sizni to'g'ri tushunsiz, Eminjon. Eminjon, odat siz bo'sh vaqtingizni nima ish qilishni yaxshi ko'rsiz? Biz ham o'g'illar bizlar azizlar futbol o'ynaymiz. Endi boshqa vaqtlarda tog' bag'riga chiqib kop qilib yeb, mana 5-6 do'stlar mana o'tirishuncha burundan tartib biz mehmonda so'g'andikka shu yolg'iz qolgan vaqtda cho'qim endi do'stlarimizni chaqiramiz. Ular bilan birlikda shu yaxshi bo'lgan orom olish muhiti bilan shug'ullangan. Asosan shu dala saylisi, sayohat qilishni, sayohat qilishni, ana yaxshi shu do'stlar bilan izlab ko'proq fikrlashib turishni yaxshi ko'raman. Apangizning nimani yaxshi ko'rdig'ini bilamsiz? Bilma. Nimani yaxshi ko'rdi? Hammadan yaxshi ko'rgan ishi nima? Opamning hammadan bek yaxshi ko'rdig'ini mendan ensirashqu deyman. Dadangizchi? Dadam Urumchida, opam Qashqarda. Ikki tarafda. Mayrada. Hamda unda qilib aytgan vaqtda Maryamgulda meningki ikki opam bor. Bu ikkili opam, ammo shunda omroq. Mayli men Qashqarga boray, mayli Urumchida bo'lay. Bular shunda kuyinadi. En 5-numurlik Mayer'in qanday bir arzu ümidi var, qanday bir g'oyasi var, shuni bir anglab Jo'r tarafdimi, kasb tarafdimi? Jo'risiga bo'lgan. Jo'risiga, ha. Kelgusi jo'ram qarta mening birdan-bir umid kutadiganim bizga bir xil manga bo'libmi? Hamda yetakchilik qilib qo'limni tutib, yetaklab mangalaydigan rasmiy erkaklar xos erkakligi bor, jasur, bunday mardona. Anandan keyin o'z oldiga qarshi aniq bo'lgan. Masalan, men sen ayol deydigandekchu. Hamma narsada bizga menga boshlamchilik qila oladigan. Men davomli biz deb qilib o'rganib qoldim. Menga boshlamchilik qila oladigan-da. Anandan keyin yana birisi mushu o'g'illarningki oila turmushiga kelgan vaqtda shaxsiyatchilik qilmisga deyman. Shaxsiyatchilik qilmisga deyman. Masalan, ba'zan bir atrofimizda nurg'un do'stlarimiz va turmushlari ham ko'rib turamiz. Shaxsiyatchilik turmushni bisib ketgan vaqtda nurg'un vaqtda ayollar bek azarlanib qoldi ekan-ku, ko'ngli azar yeydi ekan. Shuningga mush tarafda shaxsiyatchilik qilmasa, sal bir ayollarga yoki oilaga bo'lgan samimiyligi kuchliroq bo'lsa, Nadiya, sizning shaxsiyatchi da'vatqiningiz hissiyot nuqtasidagi shaxsiyatchilikmi, yonchiq masalasidagi shaxsiyatchilikmi? Hissiyot tarafdiki, masalan, o'zing ham o'ylaydigan damdoq. Masalan, pul berib qo'ygan bilan hissiyot tarafda ko'ngil bo'lmasa, baribir abay siz dedingiz-ku, pul hamma narsaga qodir bo'lib olmaydi. Pulni rost pul bo'lmaydi. Agarda pul va bilan pul yo'q erdan qaysini tanlaysiz? Men birinchi pulvonni tanlayman. Pulvonni tanlayman. Oylik muqim maashi, muqim xizmat o'rni, muqim turalg'u yerim bor. Bo'ldi, inim. Sizning yana to'liqlab palonidan so'raydigan savolim bor degandek. Ko'nglingizni qiyib qolmasin, so'rab eling. Ortiq savolim yo'qchi bo'lmaydi. Bular bir-birdan chiroyliga bular qarsam, o'zimni tentirab qo'yibman, endi savolimni topolmayman. Mushtakni chiqib, mushtam bilan 3-chi qitim dedi ya, bular bir-birdan chiroyliga degan gapni. Xo'sh, menimcha birinchi bosqichda dastlabki tanishish mishiyagichirak bo'lsa, endi biz maxsus elchi programmamiz uchun tayyor qilgan nurg'un filmlarimiz bor. LED ekran orqali qisman hikoyalarga nazarimizni og'dirib boqaylik. Bu hikoyalar dal turmushdan ilingan. Acayip charchab ketdim ha. Charchab ketdim. Uf deb ketgandan qanday qilay? Ha? Ya bal vaqtini ustib qo'ydidan, ustib qo'yib qaytib kelgach yerib ketdim shu. Ben şu apurbat desem, müştah uzak vaqt yo'qolib ketamsan.
Apırıp koysun bulduğun iş bu. Akçan şu biket tuturup bir-birisini qarab, qinishmay, o'tliq qarışıp aşağıda, quchoqlashib, xo'sh deyishib ketgansa Akçan. Ha? Yo'q kumanni qilma, qitiqurdi qilib, axir patqizmay ketkizyaptың. Yo'q, saq qo'yib ketdi-ku. Ha? Mening o'rnimga ashni almashtiray deb o'ylaganman. Men san deb qo'y, buningdan keyin aqma o'yga dasturchi bo'lmasin. Bulamda sen ta'limga o'zingcha sherik men maqsadimni deydigandin, o'ylamgan edim men bilib qoldim, shunami? Ha? Sizlarning quchoqlashib ketayotganinglarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Boshqalarcha ahvolni men aynan deb bersa, men suvoqchilik savodidu deb ishonmab ekanman. Numus qilmadingmi? Men haqlar ko'rib qolsa, men ayolim anglab qolsa, men oilam cho'nglab bilib qolsa, settura deb o'ylamadingmi? Ya qalay numus qilib berman. Numus ohanat. Sen qanday qilmoqchi edim dedigina? Hammani ko'rdim, shundaqmi? Ko'rdim. Çönderdek yer kamları şundaqmi? Shundaq. Avu seni ko'rganlarim. Tek seni ko'rmaganlarim onundan mijjaq. Sen menden sormay, men senden soray. Qanday qilmoqchi? Menchu, men bag'o, sen bilan ajrashmoqchi. Uqdingmi? Ajrashimi? Buni ham siz kullamchilik deb tushundingizmi yoki azroq qo'sqining og'riqi bormush odamning deb o'yladingizmi? Men qisqa filmdagi ayolninki naytibek ilqi kundeşlikni bak inchik holatda o'ylab olganligidan shu tufaylidan Ortiq o'ylayapti deb ortiq o'ylayapti deb his qilaman. Qarabsizda. Qani qizlar, sizlarchu Shu ajrashib ketishdagi nurg'un masalalarni men ba'zi erlarga otib qo'ydi lekin men erlarga otmayman. Ba'zi masala ayollardan bor. Hatto ba'zi ayollar mehrsiz keldi, ba'zi ayollar bulumsiz keldi, ba'zi ayollar besham. Hech narsaning oqibatini o'ylamaydi. endi men bu yerda Mahfuza adamdan ko'pchilik qiziqadigan, to'rlarda ko'p tahlil bo'ladigan, lekin qoida javobini biz ap bulamaydigan bir savolni so'rab beray. Kullamchi qiz ayollarda gavdilanadigan tipik alohidlik qanday bo'ladi? Masalan, sizlar psixik jihatdan yetaklash ap berayotgan mushundaq bir psixik bemori bor deyli. Haddidan ziyoda kullamchi. Endi bularning asosliq alohidligi qaysi taraflarda ifodalanadi? Nurg'un oilalardagi umumyuzlik ahvollar shunday ifodalanadi. Ayol kullagandan keyin yo'ldishiga kirishib oldi. Kirishib olgandan keyin yo'ldishining ko'rdigini uning kayfiyati, uning ehtiyoji emas. Agar yo'ldishimi ehtiyojini tushunsa, mushu ayol mushazazillik orqali menga nimani ifodalamoqchi, u mendan nimani talab qilyapti degandek shu ifodalab chiqqan kayfiyatning kaynidagi ehtiyojini tushunsa, amaliyotda bularni aytdi. Texmo inoqlikqa qarab maqdi. Munosabati texm bir qadam ilgarilagan holda yiqilishidi. Rahmat. Turmush bir ayolni balkim ba'zida hazazilmi qilib qo'ydi. Ba'zida nayt muloyim qilib tarbiyalab chiqadi. Demak, turmush biz ayollarni tavlayotdi. Endi bayatdan Mahfuzadan aytgandek, ko'pincha vaqtlarda ko'rdig'inimiz kayfiyat bo'lmasdan ehtiyoj bo'lganidan nurg'un masalalar bo'ldi ekan. Masalan, qarang Iminjon, qizlar hozir kayfiyat nuqtasida xil o'zini turaqlashtirgan holatga kelib bo'ldi. Endi siz hozircha sahnaga bir putingizni to'liq oldingiz, bir putingizga yerimi kirib, yerimi sal sirtib turyapti. Demak, yana tatinish bosqichi turyapsiz degan gap. Qizlarning savollaridan siz ularning ehtiyojini agar sezgir bo'lsangiz bayqab bo'ldingiz. Qizlar sizga nurg'un yaxshi bo'lgan signallarni berdi. Yaxshi bo'lgan taraflardan maslahatlarni ko'rsatdi. Hatto sizning o'zlarini ko'rib baxmagan, sizmi davomli ko'rib bo'lmaydigan farzandingizga nisbatan qabul qilish istaganini bildirdi. Bu nayt yaxshi ish. Sizchi? Men shunda so'yindim, ayrada. O'zim shunda qo'shildim. Meni ham qo'sh balamning qabul qildigan qizlar yana ko'pgan. Rahmat demoqchisiz, shundaqmi? To'g'ri, aynan demoqchi. Sizga bir savol. Agar siz to'y qilmagan deb turayli, to'y qilib baxmagan, farzandingizmi yo'q? Sizning oldingizga ma'lum sabablardan ajrashib, balasini yetilab bir qiz kelib qolganda siz qabul qila olamsiz? Endi buni yilni sal keyniga yondirib, to'y qilmagan vaqtingizdagi siz javob bering, ha? Siz qabul qila olamsiz? Qabul qilmayman. Yaqinda qanday desangiz, men vaqti bir to'y qilmagan yigitda ham shuning uchun bulam to'y qilmagan qizlar. Endi
özümün göz qarashim, ailemning göz qarashi bo'yicha hisoblagan vaqtda Endi javob chiqdi. Demak, menmi ham oilamni qabul qilolmaydi, ha? To'g'ri. Bizning ijtimoiy axloq qarashlarimizda endi ko'pincha qurbonlik berib ketadigan ayollar bo'lib qoladi. Ba'zida adil muomalaga uchirmay qoladiganimi ayollar bo'lib qoladi. Menimcha zamonning taraqqiy qilishiga ergishib, kishilarning ideyasining ichilishiga ergishib, bu masala qatoriga kirmasligi mumkin. Barbara hatto to'y qilib bo'lib, balasi bor jo'rsiz ayollarmi uylanmagan yigitlarga tegilgan ahvollarni hozir uchratyapmiz. Bundan keyin ko'payishi mumkin. Va yoki Iminjandek o'g'illar o'zining qarshini dadilliklar o'tirib qo'yib, men qabul qilolmayman deyish mumkin. Biz hech kimning xohishini matarafga to'g'ri deb yetaklamaymiz. Biz faqat to'g'ri bo'lgan ideyada programmani ishlasak, ko'pchilikning tanlashiga hurmat qilsak, elchi o'z xosligini saqlab qola oladi. Qizlar, o'pchi savol. Iminjanning ko'z oldinglarga keltirib olmasliginglarni umid qilaman. Masalan, siz yaxshi ko'rgan yigitning ilgir oilasi bo'lgan, farzandimi bo'lgan deyli. Keyingi vaqtlarda siz uni qabul qildingiz, balasi bilan qo'shib qabul qildingiz. Endi shu balasining yasliga kirish, maktab kirish yoki orzu to'ldirish degandek turli masalalar kelib chiqadi. Farzand bo'lgandan keyin cho'qim hatto og'rib qoladi, doktorxonaga boradigan masalalar kelib chiqadi deyli. Ilgirki ayoli bilan telefonlashish qitim soni balkim oshadi. Chunki bala ikkilanning. Garchi ular ayrilib ketgan bo'lsa-mu, bir bala ularni bog'lab turayotgan ahvol ostida telefon qilish qitim soni ko'paysa, bala bilan uchrashish qitim soni albatta qonun bo'yicha aytganda masalan haftada bir qitim deb muhlat belgilab bergan bo'lsa, qoida haftada 2 qitim ko'rishib qoladi. Qoida vaqt to'g'ri kelmay oyda bir qitim ko'rishidi. Shundaqdimi qarshi taraf bilan bo'lgan telefon bog'lanishi izchil bo'lib qolgan oilalar nurg'un. Bala uchun ko'rishidi, bala uchun hatto tomoq yeydi, bala uchun hatto ba'zi bir yeslilarga yoki bo'lmasa bog'chilar o'ynat qilib olib qoladi. Shuni ko'z oldinglarga keltirsanglar, "Hey, o'ylab baqsam, qabul qilolmamdim nima?" deydiganlar bormi? Qo'l ko'tarib yiqinglar. Bu tarafdan 4 aylan qabul qilolmaydi. Voy Nadiya, Yomon, ig'ir gapdan qaytgan to's qo'rqib qoldim. Chunki bu turmush. Mening balam bo'lgani uchun, men balamning maydonida turib o'ylasam, uning nurg'un ehtiyojlari bor. To'g'ri. U yasliga berishdan sir ta'minlash kunlarida bog'chiga, garchi oila ajrab ketsa-mu, dadammi bo'lsin, opammi bo'lsin deb qoladi. Endi bu nuqtada bizning qonun maslahatchimiz nimalarni deydi qizlar? Yana anglab yiqinglar. Men o'tirib qo'ymagan qanday nuqtalar chiqadi? Men asraq qistirib o'tay. Mush qizlar shunday yaxshi gaplarni qilyotdi, mush balni qabul qildiganligi to'g'riliq. İqtisod bilan garchi yurishsimi qabul qila olmayman. Bu balning iqtisodiy cho'ng masala emas. Ayol ikkimiz bir-birimizni yaxshi ko'rishsak deydigan bir mazmunni tushundim. Lekin siz o'linish xatini ap to'y qilib bir oilaga kirgandan keyin erning bo'lsin, ayolning bo'lsin topgan barliq iqtisodiy kirimi ayolning o'rtaq mulkiga aylandi. O'rtaq mulkiga aylandi. Başqa ayoldan bo'lgan yoki boshqa dadadan bo'lgan bolalarımızga o shu o'zimizning yoki shu dadaning yoki shu onaning iqtisodiy kirimining ma'lum persentini bolaning rasxod qilib ayirib beramiz. Mushundaq ahvolda siz oilangizga kirayotgan kirimning 20%dan 30%gacha qismini bolaga bersiz. Mushu iqtisodiy qarshi tarafga bolaning rasxod uchun bergan mushu iqtisodiy chiqimga sizlar qiyomsizlar, chidamsizlar. Hamda o'zaro yaxshi ko'rishganda bu ish gap emas. Lekin oila kirganda u muhabbat izchil saqlanmaydi. Turmushimiz iqtisod bilan mangdi. Mush taraflarni qizlar tushunib olsa, yaxshi o'ylasa degan taklifni bermoqchi. Boshqacha alayda qarshim yo'q. Rahmat Maryam Gulada. Endi Maryam Guladamning javobidan keyin qo'l ko'tarish qitim sanni qarayli. Bayatim men degan savolni yana qayta o'ylashib, Maryam Guladamning to'liqlamasi bilan qo'shib, qabul qilolmaydi ekanman deydiganlar. Qo'linglarni qo'y. 4. Voy. Endi bu yoq tashib ketdi-ya. Baya o'tirdik singlimiz qo'l ko'tarmagan. Bo'ladi. Xurshida, siz qarishtirib layoqatli er bo'lsa men qabul qila olmayman deydigan fikrni qalasiz. Shundaqmi? Masalan, bala deganga ixros iqtisod ketadi, birsiga o'sim ketadi, ikkisiga. Va o'sha iqtisodni qanday o'rlashtirish, bir oilani qanday taraqqiy qildirish, shu uydagi ishga adamiy bog'liq deb qarayman. Umi cho'ng bo'lganda cho'qim shu ota-onasining qilgan iqtisodini o'ziniki keyingi natijalari bilan qaytirdi deb qarayman. Rahmat.
Ballarni vafodar cho'ng qilg'imiz keladi, lekin qarzdorlik tuyg'usida emas, shundaqku. Endi sizdan udil so'ray, siz turmush qurib baqqanmi? Qurib baqmagan. Yo'q. Lekin ota-onangizdan baldır ayrılğaşqım ekan, turmushga nisbatan ko'z qarshingiz ham qizlarga qaraganda pishiqroq ekan-da. Men mushu dadamdan kichik ayrilib qolgan. Mushu faqat dada mehriga qaynib baxmabdi ekanman. Bir bizcha ba'zida bunday o'ylaymiz. Masalan, hozir qizlarning iqtisodi bor, mashinasi bor, uyimiz bor. Mesela mushu yaqinda ba'zi ayollar bunday o'ylaydi. Bu nemishqa ba'zi erlar bilan ba'zi qizlar fikrlashidi, yaxshi ko'rib qolgan o'xshaydi deb bunday o'ylab kullamchilik qilgan ishlar bor. Bayazimiz degandek, mushu kichik bir masalalardan biz amniyatda mush jamiyatga nurg'un qizlar yaqimda qarsam, dona mehriga qiynib baxmagan qizlarning ba'zi erlar beshini silab qo'ysa, shu yilqi ba'zilari cho'ng masalalar kelib chiqadi ekan, tushunmaslikdan. Mishadagi masalaning chiqishi shu ba'zi qizlar shu dona mehriga qiynib baxmaganlikdan, ozroq berilgan bir mehrlardan olam so'yinib ketib, shunda ishlar. Suyunish boshqa gap. Suyunishdan qaymoq ezib ketish boshqa gap. Endi Xurshida siz to'y qilmagan ekansiz, mana bu yerda turgan qizlar to'y qilmagan qizlar, oilasi va erlar bilan ziyoda yaqinchilik, sirdishishning o'zi qizlar bir putun ap bo'lib, ikkinchi putun ap qasli xatolashib ketish yo'li mishadan boshlanib qoladi. Balkim erdimi ko'ngilda kir yo'q, sizmi ko'nglimda kir yo'q deb o'ylaysiz, lekin boshqalarning nazarida undaq bo'lishi notayin. Gap ko'payishiga ergishib, besim ko'paydi, shuning bilan yolg'on ish yoki gumon saxta ishlar rostga aylanib ketganida yordar bo'lganlar ko'payib ketadi. Biz albatta undaq bo'lmasligini umid qilamiz, xohlaymiz, programmamiz orqali davomli tashabbus qilamiz. Xo'sh, kullamchilik masalasi, bola masalasi, qayta turmush masalasi bilan azroq besim his qilib qolgan bo'lsak, tövandagi nomerimiz orqali ko'nglimizni shodamon qilaylik. Sözleşlerge Hatime bir ayli Birge öteyli Bu güzler bir sen kuysun Bir seninle suysun Gül alem bilsun Sen benim sen Hayatım sen Bu ömrümde Amanetim sen Derdim benden aşmıyorsun Dertimiz başmıyorsun Yamandan asrıyorsun Sen benim hayatım sen bu ömrümde amanetim sen Yürügün söygünüm bu gözlerimde kara Hayatımın yolu da ömürlük emresem bana şadlığını ha Gündeşlerge, sözleşlerge Hatime bir ayli, birge öteyli Bu güzler bir sen kuysun, bir seninle suysun Gül alem bilsun, sen benim sen Hayatım sen, bu ömrümde amanetim sen Derdim benden aşmıyorsun, dertimiz başmıyorsun Yamanın asrıyorsun, sen benim sen Hayatım sen, bu ömrümde amanetim sen O güzler sana kuysun Sen benim
doim sen. İmincan, endi programımızın en güzel bir yeri kevaldık. Muş yerime en amrak. Çünkü başkalarının maqtashını özümü yaxşı görmen. Elbette başkalarının meni maqtashını mı bek chetki qalxmayman. İlham buludu, tirishayotgan odam texim bekrek tirishib qoladi degandek. Endi gerçi bu özara tunushtirish, muhabbatni volqonga aylantirish sahnasi bo'lsa-mu, lekin oxirgi bosqichda amalga oshmaslik natijaga qarab turib olmaymiz. Ko'ngil bir-biriga bo'lgan hurmatga alohida e'tibor beramiz. Qani, Eminjon, kimga nayt güzel sözlerinizni hadiya qilgangiz bor? Masalan, bu sahnada ikki bosqichli paranglish orqali kimning aloyidligi sizda bakrak asli qolgandek? 5 numurluq Mahirdan 9 numurluq Mahirimiz. 5 numurluq Nadiya bilan 9 numurluq Xurshida. Mush ikkalan sizga bak yaxshi ta'sir qoldiribdi-da. To'g'ri. Men programma qatnashgandan yaxshi. Maqtanga. Ha, oldiga berib maqtab yiqma, ko'ziga qarab turib maqtab yiqma. Bizda mushu narsa kamchil. Biz mushundaq alohidlikni joriy qildirishimiz kerak. Qarshi tarafni kayindan maqtash, esil xislat, fazilat. Oldida maqtash, yaxshi rag'bat. Yo'lida bo'lganida, to'g'ri bo'lganida oshirib etmagan vaqtimizda. Ha. Nadiya mayrada? Nadiya. Biz ochiqga, keskinga. Yo'q, menga deb bermay, o'ziga deb yiqma. Ha. Sen xijlop tatni qilganman mayrada. Ondan so'ng menga dag'may yetkazib beray. Biz ochiqga, keskinga. Ha. Jushqunliq baka. Jushqunliq baka, ha. Chiroy chondin. Chiroyliqga. Chiroyliqga. Paranglashsa bir xil rahat tuyg'uda bo'ldingizmi? Besim tuyg'usi bo'ldingizmi? Xush bo'ldingizmi? Xush bo'ldim. Xush bo'ldingiz. Xurshida kelaylik. Xurshidadan tatnamsiz berib beqma. Xurshidammi shuna ochiqga bir ishlarga to'g'ri muomaladan to'g'ri pozitsiya bo'la oladigan mayrada. Chiroymi shunday chiroyliqga paranglish xush bo'ldi. Ikkalandan birini tanlash to'g'ri kelganida hozir ko'nglingiz qaysi tarafga kerak mayli bo'lyotdi? Gerçi Nadiya qabul keyin qabul qilingan bo'lsa, to'g'ri tanlash olib qolsa Nadiyani tanlaydi. Undaq bo'lsa, oxirgi natijani sizga ko'rsataylik. Menimcha natija bak ko'ngilsiz chiqmasligi mumkin. Qani, undaq bo'lsa, mush Xurshida bilan Nadiyadan so'raylik. Sizlar eng oz deganda 3 aloyidligini tepib chiqinglar, Eminjondan. Xurshida. Birinchisiga ilaqi bek bunda salmoqi bor ekanchi, bu o'zini to'xtatib olgan. İlaqi gap so'zimda o'ylashib qolgan. Ikkinchisiga bek radlikka. Uchinchisiga deydi mehmondo'st deb jamdi bir odamning ilaqi ba'zi erlar oylab shillab qo'lim qo'shilari bilan aralashmaydigan erlar borchu. Deydi o baya aloqalarim bilan vaqtida vaqt chiqib qolsa u yerga bormaydi. Bunda odamningki ijtimoiy munosabatim yaxshi bo'ldi, jamiyatdagi ilaqi o'rnim yaxshi bo'ldi deb qarayman. Mening xiyolimga masalan sal yaqin keladi. Müştaraq bolalar bo'lsa degan o'zini tutib olgan, ondan salobatlik demdik, salobatlik. Ondan to'y qilib oilasi bo'ladigan bola ekan. Ilaqi to'y qildimmi, qildim, erim vamkasi baka deydikchu. Demak, Nadiyaniki mening talabimga sal yiqilishdi ekan deb sal bo'lmagan bo'lsa, umid zo'r-da bugun. Shundaqdim kim biladi? Ko'rib yiqib, dangsab baqsam, turmush degan odamni nimaga ko'ndamaydi degan gapni o'zi qildi-ku. Men shunaqa gapinglarni og'zinglardan chiqqanda xayr as tutib olalayman-chi, tutib olaman shu. Gapning quyruqini tutib olsam, oxirgacha yordam qilaman. Qani, endi chiroq masalasiga kelsak bo'lamda inim. Bo'ldi mayrada. Tayyorligingiz bormi? Tayyorligim bor. Natijaning qanday chiqishidan qat'iy nazar, xushallik bilan qabul qilishga tayyorligingiz bormi? Tayyorligim bor. Ma'qul. Undaq bo'lsa qizlar 3, 2, 1. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtışçılık Şirketi televiziya ilani, televiziya programması, televiziya tiyatri, mikrofilmlerini işleş, şundaqla çoğun küçük murasimlarını planlaş ve ötközüş. Şirketlerin təşviqat planını tüzüş ve LED ekranını icara veriş qatarlıq türler bilen şoğullanıdı. Eğer yukarı türlerge ihtiyacınız bolsa, Kamera Medeniyet Tarqıtışçılık Şirketi sizin en yaxşı tanlışınız bo'lalaydı. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtışçılık Şirketi. Yaxshimi? Voy! Appaqarda o't qaşdek bo'lib, oyda bir kelgansiz siz. Voy!
Alamsız, anlamsız. Vay sizlerime kimini alayım hemen. Bulana tez. Uy, pul mu tez? Estağfurullah ben şu. Makule. Ayda bir görüşem de. Uy. Gülgünaz tabii sappahtılık, paslık kağızı. Fuka. Muş çaşını asıraydıgan, baştaki kipekni yoqtırgan, başның terisini asıraydıgan yaxşıрақ mahsulatınız birini tavsiye qılmamsa. Muş sizga o'xshash chashning da'dini tortayotganlarning hammasi mush estirnili tavsiya qilyapman hozir. Nima dacha, Fukma? Mush papa issiqda chapanni astirni beshinga o'rab ya demoqchimisan? Yo'q. Demakchi uni meliq chashqa foydali tarkiblar qo'shilgan estir chash suyi suyuqligi deyman. Estir chash suyi suyuqligi kipakni yo'qitib, chash tushishining oldini oladi. Chashni jonlantirdi. İşletkendikin ünümü hakikaten kaltısken deysiz. Çeçinizden ensirşinizden hiç qanday hajati yo'q. Estirni esingiz için saklang. Voy nim bo'ldi ya? Voyjon, qachon o'qitlaman shu mashqqa o'tqalashdin. Hey, oldin qitim ma bizning qo'shnilar ko'mir qalab isab qo'yg'il tasliq qilibdi. Shuningdan beri ansirab yuratim. Men sho'xlarning sanshi markali qasimashlar chiqibdi. Ham muhit qo'g'daydi, ham aptiki, ham shunda issiq turdi. Shu birini apli keldim sen japa tatib ketdi deb. Uning ustiga voy, ey chiranglar nima ketishlar? Chiranglar meni esitaylar. Undaq bo'lsa qizlar 3, 2, 1. İmincan, ümit lip yenip uçup ketip kaldı ya. Lekin sizin tayyorlig'ingiz bordi-ku? Tayyorlig'im bor demaydi. Bo'ldi İmincan, oxirida qanday yurak so'zlaringiz bor? Oxirida elchi programmasiga bir qatnashib, o'zim bir sinab baqqimda shunda xursand bo'ldim, xush bo'ldim. Elchi programmasining menga bir fursat berganda, shunda dilim suyundi. Bo'ldi. Rahmat inam. İşleriniz yürüşlük bo'lsin. Farzandingiz bo'lsa, dada mehrigimi qinib, baxtiyor cho'ng bo'lsin. Keng qurmoqchi bo'lgan oilangiz ham baxtiyor bo'lsin. Rahmat sizga. Bo'ldi, rahmat mayli. Xush. İmincan aytgandek, bizning elchi programmamiz haqiqatan o'zini yengib chiqqan yigitlar, qizlarning saynasi. Endi bu yerga o'zini yengish qandaqdir u jang emas. Hech bo'lmaganda siz jo'rsiz bo'ytaq ekanligingizni e'tirof qilyapsiz. O'zingizning turmushga nisbatan ehtiyojingizning borlig'ini, o'zingiz yoqtiradigan yigit qizni mush sahnadan tanlab atishib kelsam bo'ladi degan jakoringizni deyalayapsiz. Buning humi g'ayrat jasorat ketadi. Qani qizlar, undaq bo'lsa biz ikkinchi mehmonni kutib olaylikmi? Marhamat. Salam ailede. Salam kızlar. Salam ekrandaki barlıq görünmeler. Ben Xalzat'tan sizlerge otluk salam. Xalzat, isminiz yüzünüzdeki xal bilan münasebetlikmi? He. Dadam şu xal bağırken de Xalzat koyup ki ismini. Etrafımız tanışlarımız işidimi? Del mi şundaq yüzüdeki yoki bir bileklardaki xallar bilan ismi Xalmurad, Xalmira deb qo'yilganlarni uchirtib qolamiz. Mana Xalzatning ismi odamning yodida qoladi va Xalzatning shu taqi turqimi bo'libmi shu yuzidagi ko'rinishdan aniqli ko'rinib turgan yerdagi xolimi odamning esida qolgandek. Xo'sh, esimizda qoldigan bu yigit bilan yaxshi mongdishinglar qizlar. Yaxshimisiz Xalzat? Yaxshimisiz. Siz odat nima xizmat qilasiz? Men erlarning tishini yasagan satrash. Ha, demakchi bo'g'inim, sizningki loyiqingizga bo'lgan talabingiz qandaq? Jo'ringizga bo'lgan. Bek cho'ng talabim yo'q. Faqat bizni, ota-onamizni ham barliq shu biz söyleyen bizden söyleyen adamlarni bizni söyleyalisa. Oddiy sadda men bilan shu og'riq umrini o'tkazalasa. Shu kufay. Çaylarga berishni, andakin kiyimlarga chek qo'yamsiz. Bak chek qo'yib ketmaysiz. Alish ketmaysiz. Bo'ldi. Qizlarning o'zining ishi bor emasmi? Bayatın Xalzat, qarshi taraf jo'ringizga bo'lgan talabda bizni degandan boshladingiz. Bizni deganingiz sizning hozirgi oilangizmi? Hozirgi oilam bir singlim bor, opam bor, dadam vaqtsiz ayrılib qoldi. Shuningga shularni bakrak so'ysa, mening so'ysa. Kimdan vaqtsiz ayrılib qoldi? Dadamdan.
Ha, hozir opingiz, singlingiz uchinglar bormi? Demak, oilangizga kelin kirdi demaklik, yana qizdan birisi ko'payib, singlingizga hadi bo'lsa, opamga qiz bo'lsa deb o'ylaydi ekansizda. Yaxshimisiz hozir? Yaxshimisiz. To'poqsam bo'yli qancha yosh kirdingiz? 24 yosh kirdim. 24 yosh. O'xshash ekanmiz. Siz bu yerga andin bundoq bir qizlar bilan tanishib chiqmoqchi chiqdingizmi yoki rasmiy tanishib, ananiki muhabbatlashib to'y qilishmoqchi chiqdingizmi? Endi tushunishmasak bo'lmaydi emasmi? Chiqib bilan to'y qilib ketishni endi to'g'ri ko'rib ketmayman. Ozroq vaqt o'tgandan keyin ozroq tushunishimiz, shunga muhabbatlashib qarab to'y qilsin. Anandikin sizniki oylik kirmangiz tuan degan joyda. Bak chiqaroq bo'lib ketib qolsa 15 ming bo'lmasa 10 minglar chiqib qoladi. O'g'illarning chechini yasamsiz, qizlarniki? O'g'illarnikilar. İngiliz barbershop deb qo'yamiz. O'g'il maxsus o'g'illarniki. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. So'rab baqsam, siz keyingi xizmatingiz lifa bilan o'tamdi yoki bo'lmasa vadigonzo izdamsiz? Shu do'konchimi? O'zingizning do'koni bormi? Yo'q, taxib bijlashmoqchi. Siz hozir shogird. Yo'q, do'kon shogird emas. Oldidimi? Hisobda ayirib chiqib bo'ldim. Hozir sayyor satirash deb qo'yamiz. Dingliq men boraman. Nega desa, shay berib yasab qo'yman. Siz obraz loyihaliguvchi. Demak, odamlarning taqdiriga, kasbiga qarata oilasiga berib mulozimat qilishni yo'l qo'yibsiz-da. Bu bir yangilik ekan. Anaki Xalzat, biz ko'pincha satrashxonada ishlayman degan yigitlarningki olib bulmash chashlar bilan sahnamizga chiqqanini ko'rgan. Bo'libmish aldi sahnasida bir qancha ilgirki sonlarimizda chashlarni har xil bo'yib olgan o'g'illar chiqqanida biz beshida nima ish qilsiz deydi. Keyin siz satrash xizmati bilan shug'ullanamsiz deb so'raydigan bo'lgan. Ha, kasbimning aloyidligi bo'yoqlarni o'zimga tanishayman deganlar botdi. Siz bu jihatda o'zingizning chechini bak bir qurbonlik qilmabsiz-a? Bak qurbonlik qilib, hamma qo'yib taqib, oxirida o'zimni to'xtatib. Shagird to'xtani bo'lsa qo'yib ekanman. Demak, bir necha yil burun ko'rgan bo'lsak, ali yeshil chiqatdingizdan-a? Oppoq chiqdim. Oppoq chiqdim. Oppoqmidi? Oppoq bo'yganmi? Oppoq bo'ygandim. Olmay fanga deb toz qo'lishib ekanman vaqtida. Bir oy o'zimni to'xtatib, shogirdlarning ashta hozir al bo'lmash. Hozir shogirdlaringizdan al bo'lmashmi? Ularga ay men hozirman qilmas bo'ldim, pushaymon qildim deb vaqtingizmi yoki? Yo'q. Pushaymon emas, o'sha vaqtdagi bir qiziqishlarda. Qiziqish. Hammani o'sbitirish. Hamma gap shu o'z aslisiga ketmaydi ekan. Lekin yana bo'yatsa undan get degan gap emas. Bo'yatsam yaxshi, o'ziga mos kelgan holatni, o'ziga mos kelgan rangni bo'yasib. Hozirgi chechingizning rangi yasashi o'zimga eng mos keldi deb qarab sizda, Temsinbek mos kelibdi. Bir mazgilgacha almashtirib qo'ysam mumkin. Ashtaqma, bu da almashtirsangiz qandaqroq pason almashtirmoqchi? Mishadiki qizlar bekitib qolar. Demak, muhabbatimni topsam, muhabbatim chashpasoning nisbatan azroq fikr qatnashtirsa, hurmat qilaman demoqchi ekan-a? To'g'ri. Andan so'rab baqsam, siz qanaqa qizog'ini yoqtirsiz? O'sha vaymo. Igizmi, pakammi? Tashqi qiyofatdan. Men mansam qishimda chastay men yapasan. Men chastayim ekanman. Chastay ekansiz? Bu bir yangi ilqi turmushni o'g'itimizni chiqishlatmaydigan bir chastay degan odatda sho'xroq yigitlar yo qizlar chastay deb ishlatadigan, lekin odat turmushda biz ko'p ishlatmaymiz deb qaraydi ekanman. Shaxsan men ishlatmaydi ekanman chastay. Buni men o'rganib oldim bugun. Chastay deganingiz ham qaysi tarafdan? Yurishtirish emasmikin deb o'yladim u. Yurishtirish emas, gap so'zi, qarashlari. Gap so'zi chastay. Gap so'zi o'zim shu. O'zim chastay. Yana shu qarashlarim chastay. Gaplarim chastay. Gaplarim chastay, fayzi. Qandaq gap chastay bo'ladi? Men bugun bilib olaychi. Sizning gapingizga shash javob bera olgandim, chastay bo'ldi. Shash javob bera olgandim, chastay bo'ldi. Undaq bo'lsa, siz savol so'rang, kim chastay javob bera oladi? Men bir ko'rib baqay. 8-numar. Keyin o'tadigan umrayingizningki satrash bo'lishiga qanday qaraysiz? Ikki ko'zim bilan qaraymi, bo'laverdi. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Qo'llaysiz shunami? Ikki ko'zimni qarayman, bo'laverdi. Ma chastay javob bo'ldimi yoki bo'lmadimi? Sizning o'lchimingizda. Boshda bo'ldiki. Bo'lamdi. Bo'lamdiki chastaymikan?
Bulduk-ki. Ha, ma'qul. Testay emaskansiz texi singlim. Mush o'g'illarninki mushu yasnashiga qanday qaraysiz? Kelgusida mushu maxsus mush erlarning ishini tutay demsiz yoki ayollarnikini qo'shimcha mushta chash pasullarni bu qilay deb o'ylayapsiz? Bu kasbni sevmagan bo'lsa, men bu chaqqa qizlarnikini uginib oldim. Men maxsus erlarnikini tutaman deb, erlarnikini yaxshi ko'rib turib yurgangancha, burundan tatib chechimga maraqdim. Shuningga erlarnikini ugangan. Planim bor, lekin amal bu ayollarniki qilmayman. Bu planda ayollarninki turi yo'q. Yo'q. Erlarninki Hamda chash obraziga nisbatan kengaytirish planingiz bor. ha, lekin hamda bizning jo'ri bo'lib qolsa, u boshqa gap. Ayolingizniki yoki Ayolim, muhabbatingiznikini yasab qo'ysiz. Ha. Ha. Bu ömürlük turkan, ha? Kengaytmaydigan, tor doirada elib boradigan, maxsus bir odamga qaratilgan, shunami? Agar siz muhabbatingiz bilan bir yey berib qaldingiz, ya bazaylarni qilish, bir yey badanglar deyilib, berib qilgandan keyin andan bu muhabbatingiz sal nozukroq, bek aklab, ilaqa salamni biza turiblam achchiq kelib qoldigan hamda siz xap qilib qo'ydingiz deylik. Xap qilib qo'ygan vaqtda bu qizni qanday qilib, ilaqa xapchiligini tugatib o'zingizga mayl qila olasizmi? Shunday bir chastay javobni birini beryapman. Amal ba o'zining yaxshi ko'rgan narsani olib beraman. Agar uningga nima qilsa o'zi qo'yib beraman. Qanday qilsan qil debmi? Qanday qilsan qil deb qo'yib beraman shu. Unday qilsangiz texim yomonlab qolsa qanday qilasiz? Texim yomonlab ketkichimda Qarab turmasmaydan. qarab turmasmiz. Har kishi olgandan keyin ayol kishini aldash Osanmi? Oson emas. Shu ayol kishining muhabbatga boqamiz shu vaqtida. Kichik yoshli qizlarni yaxshi ko'ramsiz yoki uzun yoshli qizlarnimi? Bo'lsa qiz bola bo'lgandan keyin uzunroq chash qo'ysa, bek chiroyli ko'rinadi ko'zing. Nas mening chechim deganga tushgan ya. Navbat men chechimni kesib seriqrangni bo'yayman desam siz qanday qaraysiz? Men sizdan muhabbatingiz bo'lib, siz do'stingiz bo'lib, men chechimni kesib siz uzun yoshli qizlarni yaxshi ko'rsiz-ku. Men chechimni kesib seriqrangni bo'yayman deb qolsam siz qanday qaraysiz? To'sayman amalba. Ha? To'sayman amalba. Qo'shilmaysiz shunami? Qo'shilmayman, yo'q. Bo'ldi. Buningda men sizningki mas'uliyatchan boshqara oladigan qizlarning da xarakteringiz borligini bilaman. Mana Almira 3-bosqichga kirmay turib alohidliklaringizni kezishga boshladi. Bu yaxshi ahvol. Siz qizlarning kasbiga qarta, masalan, tanlash xohishingiz kuchlikmi? O'zi yaxshi ko'rgan nima kasbni qilsa bo'ladi deb o'ylamsiz? Bo'lsa-da bularni qiynamay nima xizmat qilsa bo'ladi, lekin bak adida ishib ketmagan asosda. Agar tanlash to'g'ri kelib qolsa, girimchak, Ha. maskilada deb o'ylayman. Duka ichib qolsak, birga qilamiz. Ha. Bizdan bir Bizning oramizda bir girimchik bor. Afqamning Qashqarlik ekanligini endi rasmiy his qilyapman, ha. Afla, asta deyishlardan shunday yaxshi xulosalab chiqib turyapti. Bo'ladi. Birinchi bosqichni bir yerda oxirlashtiraylikmi? Endi biz ikkinchi bosqichga cho'kamiz edim. Ikkinchi bosqichda turmushdagi ma'lum bir kartinalar orqali siz qizlar hayotga rasmiy cho'kib kirib, bir-biringlarni tushunishga tirishib beqinglar. bo'ladi. Oy balam. Kim bo'ldi? Oy yaxshimi? Men chiroyingiz epamas turdi-ku. Balam nim bo'ldi? Bir rost gapni qilinglar, jiddiylashtırmay. Anam bilan. Oy yaxshimi qilamiz? Keldingizmi? Men bu chamdan so'rayapsizmi? Bir ish bo'ldimi? Anam bilan so'qish qolgan to'qapa. Men qo'lim ko'tarib shiraydi. Qo'l ko'tarib? Makaron naringizga de rost gap qiling menga. Yo urmidi, qo'lim ko'tarib divaylab kelyapti, qo'ymas urg'izyapti xe. Qizim. Shunchalik ishqimi chamdanni ko'tarib o'yinchi ketishvami? Bunchalik ishqi chidimisangiz, buningdan keyingi turmushlarni qanday o'tkazsizlar? Pushaq-pushaq jidal o'yinning ishida bo'lib turdi. Oy bo'ldi qilinglar. Xolisi urib, xolisi aldab qildigan bu bir o'yinchiqmikan? Odammi bu? Cho'ng bo'lsinmi, kichik bo'lsinmi jidal. Mening qizimni ursin, tillisin deb bermagan uningga. Hey,
Ma gepinglar to'g'ri bo'lmadi. Bir uyning ichida ushaq gidildigan bo'lib turdi. Sizlar bilan biz yosh vaqtimizni o'tkazgan unda kunlarni. Va chavaqcho ikki qo'li bilan chiqdi. Yana birisiga men qizingizdan so'rab boqinglar. Buningdanmi o'tgan yeri bormi? Men qarang, ayaqancha bunday bo'lsa-mu, ayol kishiga qo'l ko'taramda, undan men. Bo'ldi. Qizim. Gepimni anglang. Siz darhol qaytib uyinglarni tutinglar. Voy bo'ldi qiling. Xolisi mening oldimga so'g' salomlarni elib, men bilmabdiman deb kelsin. Shu vaqtida berma qizimni. Bo'lmasa eski chapan emas bu tutqizib qo'ydigan. Xolisam uy tutqizma, xolisam ajrashtirma. Meni bo'shaqlab qolmasin u bir nima. Bu filmni ko'rgandan keyin har kim har xil tuyg'ularda bo'ladi. Qani inimizdan anglab baqay. Sizga kim bek issiq ko'rinib ketdi? Dadisi ya. Endi buni qarang ha, inim. Yana bir nuqta turib tahlil qilib baqayli. Singlingiz desam yurgingiz og'rib ketadi. Sizlarning biror tuqqan deyli yoki siz hurmat qiladigan biraylar deyli. U qiz oilasidan ashtaq azor yeb qaytib kelgan deyli. Mushu vaqtda men o'xshashlar, dadisiga o'xshash bir hurmatli akamiz ya bir dadimiz mushundaq nasihatlarni qilsa to'g'ri ko'ramsiz yoki o'zingiz hurmat qilgan hadingiz ash tuqqaningiz uchun yoqlig'ingiz kelib qolamdi. Nimish qo'l ko'targan bo'g'aydi deb. Erlarning ayollarni urishi haqiqatan to'g'ri emas. Lekin nimish qilganligiga qaraymiz. Nimish uchun qo'lni ko'tarib sağına qaraymiz-da. Mushuning oldidagi masala muhim ekan. Har kishi bekadan-beka qo'l ko'tarib ketgandek bir ish cho'qim bir masala bor deb yani. Qizlar. Men bu filmni ko'rib, mush on tarbiyasi taz yaxshi emasdek his qildim. Nimish deganda bizning ajdodlarimizning shu onasini qiznamay onasini degan gap bor. Odatda biz uyda akamni uyga vaqtimizda. Anasini avval surishtirib nim qilgan. Shuning o'xshash bu anasi ajrashtira olmay unda degani xatochu. Anasi yaxshi tarbiya qilish kerak qizga. Endi mush farzandlar kelganda barmoq o'xshasak, mani tishlasak-mi og'riydi, ani tishlasak-mi og'riydi. Endi o'zining qiziga nisbatan har qanday ana kuyib ketadi. Birasining azor berishini emas, toshining chiqib olishini xohlamaydi. Xo'sh, Mahfuzada. Endi mushu onalar tarbiyasida demisam endi zamonga beqib onalarimiz qizlarni bak yaxdek tarbiyalab qo'ysin toz to'g'ri bo'lmaydi. Baxtli qilma deb baxtsiz qilib qo'yayotganlarım yo'q emasmikin deb qarayman. Bo'libmi kichikkin azorlarga o'zimizni ko'rsatib qo'ymiz yoki bizmi bo'sh emas deyish orqali ma qizvolga toza to'g'ri jihatdan yo'l ko'rsatmayotgandekmi yoki bizning elimizga mushu holatdagi munosabatlarni yaxshi bir taraf qilolmayotgan qizlar ko'p keladi. Amaliyotda filmdagi qizga nisbatan aytganda filmdagi dada bu qizning mustaqil bo'lishiga yo'l qo'yyotdi. Ammo ani yo'l qo'yolmayotdi. Bir oila qurdi degan gap quramiga yetib bo'ldi. 18 yoshdan keyin quramiga yetdi. Aile qurdi degan gap bu yangi bir qadamni oldi. Aile qurgan, to'y qilish yoshiga yetgan har qanday bir qiz yigit o'zining masala hal qilish iqtidori bo'lishi kerak. Ha deganda kichkina bir ishlar uchun ailega yetib kelmaslik kerak. Bayam dadisi so'ragan vaqt dedi, urmadi, qo'lini ko'tardi deb. Demak, bu qizga jismoniy hujum qilinmadi. Faqat şu oturluqda bo'lgan bularning orasida qanday ahvol bo'ldi, bu to'g'riliq aniq nima emas. Mushundaq holatda ma qizdagi ahvol darhol uni nim qilib, o'zining masalani hal qilish, qarshi taraf bilan fikrlashish iqtidori yetarlik hozirlanmagan uchun darhol ananing yana qaytib keldi. Mustaqillik kamchil, masala hal qilish iqtidori kamchil bu qizning. Anandikin oildan haqiqiy ayrilmagan. Endi bir to'y qilib bo'lgan bir qizning o'zining masalasini hal qilolmay yana oila qaytib kelishi demak bu qizning oiladan ayrilib bo'lishining yaxshi tamomlanmaganligi, anandagi mustaqilligining yaxshi yetilmaganligi. Ham analarmo filmdagi qizchaqning onasimi bu qizning mustaqil bo'lishiga to'sqinlik qilayotgan bir holat.
asli dadaga o'xshash, animi o'xshashla bu qizning mustaqilligiga yo'l qo'ya olgan bo'lsa, ondan keyin bu qizmi ailesi, özününki ailesida yo'ldosh bilan bo'lgan munosabatda barabara mustaqillik iqtidorini, masala hal qilish iqtidorini yetildirgan, ham o'zining ailesini bir baxtli holatga asta-asta akilalagan bo'ladi. Müş noktadan benim köpçülük deydiğim ekran aldığındaki nurgun anılar deydiğim ballarının müstakil buluşuğa yol koyunlar. Rahmet. Hoş kızlar. Sizlerge mu ügüt bolsun üçün əməli turmuşdakı bir işini dep beray. Bayadan Mahfuza adam bunun nazariya kısmı. Növbətdə ətrafımızda adamlarning yol qoyatqan krizisini yig'ib akilib buni hal qilish chorasini deb demak mustaqil bo'lish giganat bu vaqt bo'lib onasining quchog'idan tushmayotgan odamlar atrofimizda xeyli bor. O'g'illardan bor, qizlardan bor. Hozirgacha sutdan ayrilmagandek hamma ishni onasiga doklad qilganlar yo'q emas. Masalan, bizning atrofimizga bir tonishimizning turmushida mana shundaq hatto qarshi tarafning oilasidagi butun gapni o'zining aslidagi cho'ng oilasiga to'shib kelish orqali yoki bo'lmasa ayol ikkalanning o'ttirsidagi bo'lingan gap so'z, bo'linayotgan ziddiyat, hattoki qarshi tarafning uyidagi boshqalarning o'ziga tutgan muomalasidan tortib to'shib akilib ajrashib ketganlar yo'q emas. Turmushni ikki odam mahkam tutgan vaqtda boshqalar ko'p avor bo'lib ketmaydi. Boshqalarni chetib oldig'ini dal mushu oiladagi cho'ng bo'lmagan buvoqlar bo'lishi mumkin. Shunga Mahfuza odamning gapi bo'yicha aytganda, biz giganat buvoqlarning tezroq ona sutidan ayrilib, aslidagi qurgan oilasiga qaytib kelib, mustaqil fikr yurgizishini xohlaymiz, ham shunday bo'lishini umid qilamiz. Ma programmada shu yo'lni o'rgatamiz. Aqzval kasunafkam. Qizval demaskan qo'yadi. Ha? Guna qizval demaskan qo'yadi. Kim degan? Men qizni buzgan onasi, chaqni buzgan tanisi demdi qanday? İşte deb turdi. Hapsga masala deb xulosalamdi. Ma'qul. Aqiz ketsin ha. Hammamizning orzusi shu-ku, aqiz uy qaytsinmi? U ketsin. Siz ketmisin demsiz? Endi onasini o'ylaganim to'g'ri, chunki u qizga ish chaqirmaydigan ana bo'lmaydi. Onasini o'ylaganini men bunday his qildim. Chunki endi qizni uyda japa tortib qolarmi, bir qatim qo'lini davalgan, ikki qatim urib qolarmi? Yana mushta ahvollar bo'lib qolarmi? Yana ikki qatim ashla bo'lib qolsa, yana qo'shib beraversak, qizim onasini ish chaqiradi endi. Demak, bu yerda qizning opsi izzat talab qilyapti. Qizimizning hurmati, izzati bo'lib, hech bo'lmagan bir tushuntirish berib, akasin eski chapandek akitamti deyapti, ha. Endi bu nuqtada qizlarning huquq manfaatini qo'g'dab, men Maryam Guladamdan bir savol so'rab beray. Maryam Gulada, filmdagi bu oilaning hikoyasida endi bu yigit garchi jismoniy jihatdan bu qizga ziyon zahmat yetkazmadi. Endi qolgan ishlar ularning hikoyasi, ularning turmushi deyli. Masalan, ayolga zo'ravonlik qilib, haqiqatan jismoniy bexatarlikka tahdid olib kelib, ayolni urib qo'ysa va yoki uningki yaralanishiga sababchi bo'lsa, hatto hozir turmushda qulog'imizga ishonmaymiz, lekin ishonmasakmi anglab qolamiz, ayol kishi kishini urdigan ahvolim bor ekan. Erning bu jismoniy bexatarlikka tahdid uchrayotgan oilalar bor ekan. Xo'sh, tahdidga uchragan taraf, jismoniy bexatarlikka ziyonga uchragan taraf qarshi tarafga nisbatan endi qanday qilib qonun huquq manfaatini qo'g'daydi? Yuqorida mushu hammasi qizlar bo'lsin shunday yaxshi gaplarni qildi. Yuqorqidek mushu oila turmushimizda zo'ravonlik uchirsak, cho'qim qonun orqali o'zimizni qo'g'daymiz. Hargiz o'zimiz mustaqilligimizdan chiqib bo'lmay yoki giganat bu holatida ota-onamizning uyiga kelib, ularni parakanda qilish to'g'ri so'lamas. Agar haqiqatan oila zo'ravonlik uchirsak, biz qonun organlari orqali o'zimizning masalamizni hal qilsak bo'ldi. Ham jinik bo'lganda, shu yo'lishimizning yoki ayolimizning ota-onasiga yoki shu yaqin o'tadiganlar ahvolini desak, og'ir bo'lganda jismoniy jihatdan zaxmlangan bo'lsak, soqchiga dilo ma'lum qilsak, soqchi organlari mush ayollar o'tirishidagi masalalarni intayin to'g'ri hal qildi. Ilgirlarda diloni soqchi o'rinlar oila ishkan biz aralashsak bo'lmaydi deb hal qilmaydi. Lekin hozir qonunlarimiz kundan kunga, yildan yilga intayin mukammallashib ketdi. Hozir har qanday vaqtda biz oila zo'ravonlik uchirganda soqchiga dilo ma'lum qilsak, shular bizning yo'limizni ko'rsatdi. Oila zo'ravonligi yurgizganlarga jinik bo'lgan ogohlantirish, og'ir bo'lganda tutib turib emgak selish yoki to'xtatib qo'yish jazosini beradi. Shunday bo'lganda agar xizmati bor
holatda bo'lsa, mayli ogohlantirish jazosi saqchixonadan berilgan holatdimi, shu taraflarning xizmatiga, kelgusidagi farzandlarimizning istiqboliga zo'r ta'sir bor. Nurg'un dilolarni shunda qabul qilamiz. Ajrish bosqichiga kelganman falon vaqtda dilo ma'lum qilgandim. Deydi saqchixonaga boramiz, saqchixonada dilo arxivi yo'q. Nimishqa nurg'un ayollar oila zo'ravonlik uchrab dilo ma'lum qilganda saqchilar naq maydonga boradi. Berib shu vaqtda ahvolni kontrol qilib, taraflarni zaxmlangan bo'lsa doktorga berishga tegishliklarini doktorga uzatgandan keyin vaqtincha dilo turg'azmaydi. Oila majrasi bo'lg'achqa bundaq ishlar ko'p yüz berayotgan ahvol. Ayol kishi mushu saqaygandan keyin, doktorxonadan chiqqandan keyin yoki kayfiyati turaqlashgandan keyin qayta saqchixonani izlab dilo turg'izib berishni talab qilsa, andin saqchixon xodimlari rasmiy yo'sinda dilo turg'izib, diloni bir taraf qildi. Hamda nurg'un dilolarda ayol kishi o'sha ichatchiga o'tib ketgandan keyinla yo'ldishini o'ylaydi yoki yo'ldishi to'yiqib ayolning oldiga keladi, farzandlarini o'ylaydi, qayta saqchixonaga kelmaydi. Hamda ajrish bosqichiga kelgan vaqtda biz saqchixonaga berib dilo arxivini topamidik, dilo arxiv bo'lmadi. Buni biz isbot qilib sudda bu ayol zo'ravonlik uchirdi deb isbotni ta'minlashga amal qilib qolamiz. Endi ayollar ziddiyatlashganda amal va saqchixonaga dilo ma'lum qilib o'zining ishini hal qilish, qonun jihatdan o'zining huquq manfaatini qo'g'dashlik to'g'risi bo'lsa-mu, amal va keng qursaqlik bilan, eg'ir besiqlik bilan qarshi tarafning manfaatlarini o'ylashgan asosda, bu farzandlarimizning kelgusi manfaatini o'ylashgan asosda keng qursaqlik bilan shu ziddiyatlarni chiroyli yo'sinda hal qilishni tashabbus qilaman. Rahmat. Maryam Guladamning tashabbusini aytdimi, to'g'ri mana. Inoq jamiyatda kichik masalalarni cho'ngaytirish inoq jamiyatimizningki mau söyletiga, holatiga keltirgan dog' bo'lib qoladi. Fuqarolik salohiyatida bundaq dog'larni biz surtib qo'ymasligimiz kerak bo'lsa, o'chirib etishimiz yoki bo'lmasa shu dog'ning kelib chiqishiga sababchi bo'lmasligimiz kerak. Shu huquqimizni to'g'ri ishlataylik, davomli qalayman ishlatib huquqimizning izzat hurmatini susashtirib qo'ymaganimiz yaxshi ekan. Xo'sh, bu masalada menimcha qiz yigitlarning o'rtaq fikri bir yerga kelgandaka, hammanglar ana azroq oshirvatdi, dadaning gapi to'g'ri bo'ldimi, qiz misol cho'ng bo'lib bo'pti ekan, loyiqida ish bejasi bo'pti ekan deganga keldinglarmi? Bo'ladi. Undaq bo'lsa, biz endi nayt tezli 3-bosqichga kirdik. 3-bosqichni men deymizmi bilasizlar-ku? Qani, enim. Kimlar sizga yaxshi ta'sirlarni qoldirdi? Minalar maqtayman va birinchi kipangiz bak chastayka. Ikkinchisi o'zingiz bak chiroyli ekansiz. Uchinchisi bir qarashi bor bu qizni. Aha. Qarablardanmi? Qarab hijliq qo'yga. Deydigan gaplarmi? Qarshimi? Chastayka. Qarshim chastayka. Mandaq bahan tunca anglashim, gap chastay. O'zi chastay. Qarshimi chastay. Mush zamonaviy chastay degan gap bilan nurg'un his tuyg'ularni ifodalayotdi. Xo'sh, Subinurchi. Subinurmi? Chiroyliqga, umaqga. Ha. Umaq chiroyli. Hammadan Grimchik günler baka. Kesip chastaymi-ka? Chastayka. Ha. Uchinchisi-chu. Nadiyami ham chiroyli, ham qamlashgan. Aha. Kulishi bak umaqga. Naq vaqtida kuliblam ash alayligini siz ifodalab beraldi-ya. Bo'ldi. Endi qanimish 3 qiz demsizlar yoki boshqalar men alayligini bayqagandim desanglar bo'ladi. Almira, bu yigit qandaqka? Qiz alayligini bayqab bo'lamidimmi men? Bayqab bo'lamidingizmi? Bekka. Nadiya. Xalzatninki mushturqini yoqtirdim menchu. Amal va o'zgartmang. Amdiliqi aboy Moyradam dedi o satrashlan chiq ko'ygan chochlarini har xil sarxil bo'yayib bu kasbninki iliqi ehtiyoji bo'lsa-mu, ammo lekin chechingizning ma shaklini menchi bo'lsa o'zgartmang. Mushtarpingiz menbek yaridi. O'g'illarga xos bir xil chastay holatingizni ko'ryapmizda.
Anandan keyin pokizligingiz, kiyim kiyish, mau tashqi qiyofatingizdan chiqib turdi, mana men debchi. Mush tarafingizdan bo'lsa o'zgartman bo'lsa, ham mukammallashtirsangiz, ham yaxshiroq deb o'yladim. Rahmat. Qiyofati taqib turib qishindaq yarashibdi lekin. Men chiqib o'g'acham o'ylagandim, ismi cho'qim xal bir nima deb. Degandek xalzat chiqdi. Ay yomonligini deydi sizni. Bunu bir alaydigi desek bulamda. Bo'ldi. Hushyor qiz ama va. Shash ayarni. Shash. Buni shash deb ifodalamdik. Men shu siz 9-yildan keyin tug'ilganmayni. 9-yillardan keyin tug'ilgan bolalarning so'z ishlatish odatiga sal ko'nmasam, men elchida anqiramay qolgan gaplarim chiqyapti va chestay. Bugun o'rganib oldim bo'ldi. Siz chestay maslashdingiz ukan bugun. Sizmi shu chestay so'zladingiz? Chestay so'zladimmi? Ha, ma'qul. Endi hozir men nimin Nadiya nim dedingiz? Yana bir gap. Shash. Ha, shash. Bu endi ta'rif so'zi deb tushundik Nadiya sizni. Men buni aytdi. Men buni zag'irda hushyor deb tarjima qilib beray. Sizni hushyor aqlli qiz ekan demoqchi. Bo'ladi. Maqtashtirimiz mishagichi bo'lsin. Endi olvini yevasak aman tetido degan bir gapimiz bor. Maqtab berib oxirida oshirib atgan, ko'ptirib atgan bo'lib qolmaylik. Endi qizlarga huquq berish bosqichiga rasmiy kirdik. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Şirketi televiziya ilani, televiziya programmasi, televiziya teatri, mikrofilmlarni ishlash, shundaqla cho'ng kichik murosimlarni planlash va o'tkazish. Shirkatlarning tashviqot planini tuzish va LED ekranini ijara berish qatorliq turlar bilan shug'ullanadi. Agar yuqorqi turlarga ehtiyojingiz bo'lsa, Kamera Medeniyet Tarqıtış Şirketi sizning eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Şirketi. Yaxshimi? Voy! Appaqarda ot qaşdek bo'lib, oyda bir kelgansiz siz. Voy! Alamsız, anlamsız. Voy, sizlarmi kimni olaman hemen? Bulana tez. Voy! Pul mi tez? Tapırla ben şu. Maqula. Oyda bir ko'rishamdi. Voy! Gülginaz tabiiy sappaxtiliq tasliq qog'ozi. Fuka. Muş çaşını asıraydıgan, başlık kipekini yoqtırgan, başının terisini asıraydıgan yaxşıroq mahsulotlarimiz birini tavsiye qilmamsa. Muş sizga o'xshash chashning dardini tatayotganlarning hammasi mush estrinili tavsiya qilyaptim hozir. Nima dacha, Fukma? Muş papa issiqda chapanni estrini beshinga o'rab ya demoqchimisan? Yo'q. Demoqchi uni meliq chashqa foydali tarkiblar qo'shilgan estir chash suyi suyuqligi deyman. Estir chash suyi suyuqligi kipekni yo'qitib, chash tushishning oldini oladi. Chashni jallandirdi. İşletkendikin ünümü hakikaten qaltisken deysiz. Çechingizdan ansirishingizning hech qanday hojati yo'q. Estirni esingiz için saqlang. Voy, nim bo'ldi ya? Voyjon, qachon o'qitlaman shu mashqa o'tqalashdin. Hey, oldin qitim bizning qo'shnilar ko'mir qalab isab qo'yg'il tasliq qaptga. Shuningni beri ansirab yuratim. Men sho'xlarning sanshi markalik asmashlar chiqibga, ham muhit qo'g'daydiga, ham aptga, ham shunda issiq turdiga. Shu birini aptga keldim sen japat atib ketdi deb. Uning ustiga voy, chirangni mukatsizlanan. Chiranglar meni esitaylar. Maqta verib, oxirida oshirib atgan, ko'ptirib atgan bo'lib qolmaylik. Endi qizlarga huquq berish bosqichiga rasmiy kirdik. 3 2 to'liq qo'yilgan savolinglar bo'lsa hozir ulgursizlar. 3 qanday qilib ketdi endi? Qanday qilib qasmishda bo'lib qoldi? Chestay desam, chiroqni chestay o'chirayotdinglar. Bu o'chirishim chestay bo'ldimi endi? Bir aql chestay o'chiryapti ekan. Shash o'chadimi ya? Yo'q, shash kelamdikan menda. Shash, nima desak bo'ladi, chestay deb turli. Chestay kelamda ham. Chestay o'chiryapti. Yordamga o'chiryaptgan sizga? Yana Bo'ptikam, yolg'iz chestay chiqqandingiz ham, yana yolg'iz chestay tushib ketadigan bo'ldingiz. Ishtaqma? Chestay tushib ketadigan bo'ldi. Nima bo'lacak? Qo'ldan tatib chiqib ketsa. Qo'ldan tatib chiqib ketgan ras bo'lmaydi. Birinchi bo'lib men unmayman. Agar men yavash kelib qolganimda Maryam Guladan ba. Voy. Qonun kitobini ko'tirib chiqib manchinchi moddasi bo'yicha deb turib, aytdi. Paket isbotlar bilan qoyil qilib turdi. Chaqchaqadi. Bo'ldi. Rahmat inam. Sizga rahmat. Bizga xo'shallik ato qildingiz. Mardan qiyofatingizda
Xalzat degan ismingiz yodimizda qoldi. Rahmat sizga. Sizlarga rahmat. Bo'ladi. Har son yeni hikoya sifatida sizlar bilan yuz ko'rishyotdi ko'pchilik. Bizning bugungi sonimiz bu vaqt munosabati bilan mishadi oxirlash oldida. Shinjang kamera madaniyat tarqatish shirkatimiz izchil elchi programmasi uchun ajr qiladi. Biz ko'pchilikninki bo'ytaqliq turmushini oxirlashtirish uchun as qo'shimiz. Eng muhimi sizga loyiq o'xshash chastotadagi yoshlarni sahnamizda ko'proq ko'rishni xohlaymiz. Agar siz bo'ytaq bo'lsangiz, elchiga keling. Xayr do'stlar, kelar sonda ko'rishaylik. Qalam qashliq osmondagi oyning o'zi. Men kuygan qiz boy akamning yolg'iz qizi. Qalam qashliq osmondagi oyning o'zi. Biqib yassam yar uyini men kunduzi. Talay kecha yar uyiga elchi keptu. Elchi keptu yar uyiga elchi keptu. Men barg'ucha yar uyiga elchi keptu.